Negadir juda ko'pchilikdan qatiqli keksim hech ham o'xshamaydi degan gaplarni takror va takror eshitaman. Eng oson va eng ishonchli retsept bilan bugun sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Avval yurakchani bosing. Idishga tuxum, shakar, qatiq, hidsiz yog', un hamda razrixlitsil hammasini solib bir xil однородный massa hosil qilamiz. Hattoki mikser ham kerak emas. Qatiqli keksda eng oltin qoida, qaysi idishda qatiqni o'lchab solgan bo'lsangiz, aynan o'sha idish bilan 2 ta un solishingiz shart. Shunda kekslaringiz idealniy chiqadi. Xamirimiz bir xil однородный massa bo'lganidan so'ng, yog'langan keks qolipimizga xamirni joylab, qizib turgan duxovkada 40-45 minut davomida pishirib olamiz. Qarabsizki, idealniy keksimiz tayyor. Barchaga yoqimli ishtaha. Albatta tayyorlab ko'ring va meni duo qilishni unutmang. Yoqimli ishtaha.